Немішчіміш нұрғылыға адамлар тірішқан сыр намыратлышып кетіді. Әқанч ақыллық сұлу көңіп кеткен вақтыда ма іштері оң болмайды. Бұның манда себептері бар. Әгер сіздің әтрапыңызды мұшта адамлар бар ма? Мұшы мәселелерді чоқым бір әл қылып керек. Бүгін мұшы мәселелерді әл қылдыған яқшы чарларын деп бірме чоқым баштан ақырсығыш аңлаң. Біріншісі, адамларда яқшы болған тұрмыш адеті жоқ. Akşamız uykusu gelmeydi, etikildeki kopkusu gelmeydi. Çünkü gün çıkıcıyatka adamın beşir gün düşmeyi nem buludu. İşkinen istiyor diye vakitte bugün tapkan pulunu ete üçün oylaş kılmaydı. Bana heşlep büyütme, kol pul diye oğulvalının kolunun kiri. Oldu ya, ben ba. Dep durup tapkan tegini aşı alet heşleydi. Üçüncü istiyor diye vakitte er ayal turmuş tutkan işkiz betbesse oyun tamaşıga keyip sapa eş işretmişte oyunlağa çiğ tügümeydi, barıdığan türüdüğe yeri tügümeydi. Bunda oğan dikinci diye vakitte turmuşunun akıstı bir muşva, bir öyünün 9 töşüge onu toştağıcı viş deydi şu 9 töş mengü tolumaydı, ailesi namaratlaşkan sıra buladı hatır cemlik olmaydı. Qarsanız ular shunchalik tirishayotgan, qo'llari chaq-chaq yerilib ketib qolgan, kecha-kunduz ishlayotgan. Lekin iqtisodchilik, to'g'ri bo'lgan turmush odat yo'q. Uchinchi, to'rtinchi so'zsangiz yolg'onchilik. Yolg'onchilik degani pivitda bu, voy andaqda, ko'k. Mening doppamdagi anikini manınga kishilarning haqqidan qo'rqmaydi. To'xtama kishilarning haqqi, mushuning haqqini yebassam, mushukning bolasini yegandek bo'ladi. Demeydi de sizden pul ilov alıdı yu belgisi gelmeydi. Eplep amal olsun unutulduruyordu. Demek ki o diye vaxtıda qarz berişki qeyriq adam bu yana hiç qandaq min aqıllı qılıb siljib manamaydı. Endi çoğusunuz 5-nji qanda adamsınız tuzkur adam. Tuzunu yep, tuzluğunu çaqıdığan pesende adamlar. Bu adamlar qanda oldu diye vaxtıda bularning başlarına eğri küller düşüp ya bir meseleleri hal olmay ya bir tıqıvatqan ticaretler qamlaşmağa vaxtıda sizning aldığınızga biçarlarca hem de şahsen mening aldığımga kelgan biçar çıray bo'lib keldi. Vay aqdi kökde vay zat sen andaq mandaq bo'pti deb sil rahimlik qilib ko'nglingizdan chiqirib hattoki o'zingizning yenidikini shular qilib berib turib shularning qiyinchiliklaridan o'tganlardan o'tib olishiga yordam qilasiz. 9 qitim yaxshilik qilib bir qitim qilamaganliging sababidan cho'digan vaqtida sizga batman tuhmat chaplaydi va o andaq eski achchiq yomon yuzsiz odam tillaydi ko'ktab sizni apirib boshqalarga setib etadi orqangizdan pichoq soladi. Demak tuzini yeb tuzligini chaqadi. Demak yaxshilik qilgan odami uf deb qo'ydi. Shuning bilan bunda odam avliyo bo'lib ketsin, sunuk bo'lib ketsin, ish oqmaydi. Hem 6-nji qanda adam degan vaqtida 6-njisi bütün vücudu bilan qarsangiz pul tepayotgandek, tirishayotgandek. Lekin cho degan vaqtida azaldan turmushda hisobot qilishni bilmaydi, uqdingizmi? Hisob qilib bugun bunchalik pulni topdim, mayda-mayk hashlaymi, at ma'ning o'rniq bo'ladi demaydi. Anan dekincho degan vaqtida shu xogo mogo yeydigan, ichadigan, kayib sapa ishrat qiladigan yerlarda bakchiq turdi. Anandaki yana birisiga çoğaltsanız bunda adamlarda asas cihetten başkalardan menfaatlarında gayrı olsa tülkü gibi yapıp gidiyor. Kişilerden menfaat tegmigidek yeri yapıp kalsa şu adamını jup taşıp gidiyor. Bunda adamını takak gibi gidiyor. Yüzlümüçi langmiyerden adamlarda bu. Sizden vakti gelgende sitip mi gidiyor, köydürüp mi gidiyor. Bana men akıllı olup gittim, men tırışık. Muşuqil ahvallar olsa yana birisi çoğu diye vaxtida tapkan tegem pulunu 7-nji ata-anasıga berishki qoni og'riydi-yu, ashundaq murisiga shilisi urib qo'ygan voy do'stim deganlarga jo'z mehmon qiladi. Ata-anasıga telefon qilmaydi, ahvol so'ramaydi. Ata-anasi hali asa ya tuta apa ma bir 500 qo'y, 1000 qo'y pulni ya dada ag'anam mani qashlar ya ata-anasining holini ko'rmaydi. Chunki ata-anasini rozi qilinmagan odamning jamiyatda saxtalarcha yaxshi qiyofatga kirib hamon bir kun oshkorlanib qoldi. O oshkorlanmagan holatda koinot uni bilib turdi deganga. Shunglashib shu degan vaqtda bunda odamlar tirishidi, tapqan tagini tizdan oshmaydi. Yana bir shu degan vaqtida 8-njisi qanda odam degan vaqtida tili hasal, dili zahar odamlar. Tili degan ko'rsangiz, voy ayzon, voy sen, voy yaxshi, voy adash, upum qiladi.
Ammo bir so'rinda o'tirib sening hıyqalığını, özür xalığını yetkide qildi-yu, sen şu sorundan arılgan hamon sening aqangdan g'ayvatchikka fitna deganni qildi, aqangdan pichoqcha o'ynaydi. Sana saxtılarçı yaxşı muamele qildi. Bunda adamlar nima deymiz degan vaqtda saxtipaz deymiz. Saxtipaz adamlardan muqim, mavqa, maydon, nishon bo'lmaydi. Şunlaşkıcı degan vaqtda bunda adamlarni ming tirishsin pul topolmaydi, jamiyat inovat olmaydi, nim qilmaydi. Yana birsigacha degan vaqtda nurg'unlagan erkaklar qanday degan vaqtda asosliq pulni tepib, akilib nima qildi desangiz, ko'ch-ko'ylarni hashlaydigan, to'rt og'inchilar o'tirdigan, oilasiga ko'ngil bilmagan erlarni pul topolmaydi, juma 9-sini anglang. Oilasiga ko'ngil bilmaydi. Uyda may tugdimi, un tugdimi, choy tugdimi, say tugdimi, buning bilan chattig'i yo'q. O'zi sorunlarda, yaxshi aroq romkalarda chiqildi, nima po deganni itib qo'ygan bilan uyda bolalari nima yeyapti, osh qoldimi, to'q qoldimi, butun Asiyadini ko'chadikilarga o'zini ko'z-ko'z qilish, quruq yuğanchilik qilgan odamlar, samonning tegidan so'shigirtib quruq yuğanchilik qilgan odamlar pul topolmaydi. Hamda 10-si nima degan vaqtida 10-si ayolidan baxt kelmagan. Baxt, hamda baxt degan nima degan vaqtida ming pul topsam bir basramjan oil tutishni shaxsiy tozlig'imni diqqat qilmaydigan, oilaning tozliqlariga diqqat qilmaydigan, ashu bizning mushundaq erlar ming tirishsin pul topolmaydi. Chunki pokizlik, barakat, pokizlik, xotirjamlik, pokizlik, tansaqlik deydigan gap bor. Shu 10-sinf oxirsiga anglang. Bir ayol kishi bir er kishining ro'naq tepishidagi eng yoshirin yadroli qural. Bu ayol kishi tapqan tagining 6 do'stini akirib, 6 qozon mantini palon etib sen qo'y so'yib bersangmi, yigizib, voy jinim do'stim Ilmira, Gulfira, Shamsiya, Pamsiya deb qo'ysa, şunun qilib 6 g'ayvatchi xotinni, qag'dalmi xotinni akib yigizib berib, o'zini maqtagan uchib, o'zicha men bek munda deb o'ylab qolgan ayollar ərlərini nabut qilib, ularning ərləri ming pul topolaydigan, ming hunavan, ishchan, qovul, ashu buqidek kuch o'sima bundaq ayollarning qo'ldagi ərlər oxirsida yana vayron bo'lib ketdi. Shunglashqichi degan vaqtida endi biz nurg'un yerlarda nurg'un ishlarni biz ani topgan taqdirga yo'lab qo'ymaymiz, lekin nima uchun, nimishqa men zot nerdan ketkizyaptim, men nima xatoliklarni qildim deb o'ylash qilmaymiz. Şuңашqa har qandaq ishning birinchi sababkori, xatolik o'tkazguvchisi degan vaqtida yana o'zimiz haq emas. Sen o'zingga chishing bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma deydigan gap bor. Men 4 yil bo'ldi shahar kirgida ashundaq nurg'un ishlar boshda o'tdi. O'ng'izsizliklar oldi. Men hech kimdan ko'rmadim. Men mandaq yerda ketkizib qo'yibdim, mening xatoligim ekanda deb o'zimdinlik ko'raman. Shu haq seningdan ashinchilik holatda sen bo'g'icha sen po'qidingmi ana ver. Shuning uchun buda qitim qilma, savaqdan tajriba ol, diqqat qil deymiz. Shuning bilan har bir ishlardan bir yakun chiqadi. Eng muhimi qalbning pokizligi, yaxshiligi, hammaning sizning bir parcha yuragingiz qalbingizdan chiqadi. Qalb durust bo'lmasdan turib, siz yaxshi kunlarga erishma deyishingiz, uxlab tushingiz. Agar mening deginim to'g'ri bo'lib qolsa, xalqim sho'dirdi deb qo'yinglar, men sizlarning uy mulkchi o'g'linglar Anvarjon uy mulk ait so'raydigan maslahatlaringlar bo'lib qolsa, undidar ham telefonda 156 28 17 95 17. Rahmat xalqim, salomat bo'linglar.